alaykum. Mana Bishkek shahridagi navbatdagi lestnitsamiz. Xohlasa quydik, tugatdik. Lestnitsamiz eni 1 metr bo'lgan, 17 ga 29 santimetrdan bo'lgan. Xohlasa baho berishingiz mumkin. Bitta obyektda o'zida 4 ta lestnitsa quyib berganmiz. Xohlasa bitta lestnitsamiz. Ana ikkinchisi, uchinchisi, ana to'rtinchisi. Hammasi bir xil razmerda, bir xil holatda bo'lgan. Ishingizni ko'rib baho berishingiz mumkin. Mana, xohlasa